Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy Uyg'ur yoshlarini qaytadan tutib lagerlarga solamoqda. 2021 yili 7 ayning 24 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonda bo'libmi G'ulji qatorliq joylarda yoshi 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur yoshlarini tutqun qilishga boshlagan bo'lib, G'uljida Qurban hayitining oldida cho'ng tutish bo'lgan. Tutilgan yoshlarning ko'pinchisi 2017 yildagi cho'ng tutqunda lagerlarga qamalib, keyin qo'yib berilganlar bo'lib, chet el bilan aloqalashgan, TikTokda uchur yo'llagan degan bahonalar bilan tutib ketilgan. Xitoy soxta tashviqoti sababli Türk jamoatchiligining la'natiga qoldi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchiligi 20-iyul Qurban hayit kuni o'zining Twitter sahifasida Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonda xo'shal holda hayit tabriklayotganligiga oid soxta tashviqot videosi e'lon qilingan. Xitoy bosh elchiligi mazkur videoni 20-iyul kuni Sharqiy Turkiston xalqi Qurban hayitini tabriklash uchun to'plandi degan ilova bilan e'lon qilgan bo'lib, Xitoy mazkur soxta tashviqot videosida o'ltirgan holatda nag'ri sunay chelayotgan, jumlaq bo'lib cho'rdab qalaymiqan piqirayotgan birər yüzdək Uyg'urning tabriklayotganligini tasvirlamoqchi bo'lgan. Xitoyning bu soxta tashviqot videosini bir ko'ribla bayqab olgan Türk tordoshlar mazkur temaning ostiga yuzlarcha inkas yozgan. 300 dan ortiq kishi bu soxta tashviqot videosini baho yezib ham bahrlagan. Mazkur videoga tushgan inkaslar va baholar bu videoning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy ravishda assimilyatsiya qilayotganligining ochiq isboti ekanligi, Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi, Uyg'urlarni eng yuqori chekda bostirayotganligi qatorliq mazmunlarni cho'rdigan bo'lib, Uyg'ur masalasidan xabardor Türk Twitter abonentlari Xitoyni bu xil qilmishlari sababli bas bilan qattiq ayblagan va bo'lishiga la'natlagan. Natijada Turkiya xalqiga Uyg'urlarni baxtli ravishda hayit o'tkazayotdi qilib ko'rsatmoqchi bo'lib, yolg'on tashviqot qilgan Xitoy maqsadiga yetamay sharmanda bo'lgan. Chet el korxonalari bilan hamkorlashadigan Xitoy shirkatlari Uyg'urlarni ishlatishdan ehtiyot qilmoqda. Valkotsi jurnalining 20-iyuldagi xabariga qaraganda, Olmi shirkati bilan Nike shirkatini mahsulot bilan ta'minlaydigan, shundaqla Amerikada sotiladigan boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradigan Xitoy korxonalari Uyg'ur ishchilarini ishlatishdan o'zini qochirgan. Yaqinqi bir qancha oy ichida G'arb davlatlarining Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka qarata tekshirishini kuchaytirishiga ergishib, Amerikadagi olma va boshqa shirkatlarni ahli iqtidorli sezimchan ekran bilan ta'minlaydigan Xitoydagi Lenza texnik shirkati Sharqiy Turkistondan yo'tkab kelingan Uyg'ur ishchilarini ishlatishni to'xtatgan. Xabarda yana Amerikada mahsulotlari sotiladigan Xubi Xayshin qo'g'dash mahsulotlari guruhining navbatda Uyg'ur ishchilarini ishlatishdan ehtiyot qilayotganligi tilga ilingan. Yaponiya matbuotlarida Xitoyga qarshi sada. Yaponiya olg'i to'rining 21-iyuldagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi va yadro tahdidi 1964-yildagi Tokyo Olimpik tanarkat musobaqasi va Sovet ittifoqining Afg'onistonga tajovuz qilishi bilan boyqut qilingan 1980-yildagi Moskva Olimpik tanarkat musobaqasini eslatdi ekan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning yaqinqi yillarda elib borgan yadro sinoqlari kishilarning yetarlik diqqatini tortishi kerak ekan. Xitoy Sharqiy Turkistonning Lopnorda 50 qitim yadro sinoqi elib borgan bo'lsa-mu, radioaktiv moddalarning rayondagi Uyg'urlarning salomatligiga bo'lgan ta'siri Xitoy doiralari tomonidan izchil darajada maxfiy tutilgan. Xabarda yana Yaponiya hukumatining boshqa demokratik davlatlar bilan hamkorlashib, Xitoydan Sharqiy Turkistondagi zulmni to'xtatishini talab qilishi
shundaqla 2022 yillik Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boyqut qilishi kerakligi tilga ilingan. Kodak şirketi Xitoyga bosh egdi. New York vaqti gazetining 21 iyuldagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Amerikaning dunyoga mashhur Kodak şirketi yaqinda o'zining Instagram sahifasida Sharqiy Turkistonga aloqador suratlarni tarqatgan. Bu suratni tartgan kishi fransiyalik fotograf Patrik Vak bo'lib, u suratlarga yozgan izohatida o'zi tartgan bu suratlarning Orwell tasvirlagan bürokratlik sistemasini isbotlab bera oladiganligini qayd qilgan. U Sharqiy Turkistonda tartgan bir turkum rasmlar uning yuqorqidek tushundirishi bilan birlikda e'lon qilingandan keyin Xitoy qo'llovchilarining noroziligiga uchirgan. Natijada Kodak şirketi mazkur temasini o'chirgan va Xitoydan kechirim so'ragan. Kodak şirketining bu qilmishi G'arb jamoatchiligining tanqidiga uchirgan. İlgilenishicha, Vak efendi Sharqiy Turkistonda 2016 yildan 2019 yilgacha tartgan suratlarini kitob shaklida nashr qilgan ekan.